Üç padişahlıktaki Liu Guanzhang, yani Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu üçisi zaten qandaq uçuruşup qaldı. Andın bula qandaq qilib akiyini buluşdak bundaq bir halat şekillenip qaldı. Endi Liu Bei'ni biz aldınqı qismlarda sözüldük. Bu padişahning avlodi bo'lgan bilan namratlashib, huquqidan qilib, keyingi vaqtlar kelgan vaqtda bu chiq oyoq setib, turmush kechiradigan bir holatga kelib qoldi. Shundaqku. Bu endi bir kuni shu chiq oyoqlarni ilib, bozorda shu yayma qilib, qaytayotgan vaqtida kishilarningki bir yerga to'plashib bir narsani ko'rayotganligini bayqab qoldi. Shundan bu berib qarasa, shu Aymakninki begi chiqargan uqtirish, ya'ni askar yig'ish, askar elish to'g'rilib uqtirishdi. Buningda hamda shu o'zininki yo'l yo'riq bo'yicha askar elib, seriq yoqiliqlar qo'shunni bostirishga yordamlash to'g'rilib o'sha askar elayotgan bir uchur bor edi. Chunki bu seriq yoqiliqlar qo'shin bostirish uchun askar qabul qilmaydi. Buni hamda o'rdidan har qaysi aymoq nahiyalarga huquqini beribdi-da, berib shu askarlarni ilib xohlagancha to'plab sizlar shularni bostiringlar degandan keyin bular to'xtamay askar elish uchurlarini chiqardi. Yosh palvon yigitlarni. Endi Liu Bei buni ko'rib bo'lgandan keyin buningki shu ta'siroti, ya'ni qalbidagi o'ylari boshqa ishlarga o'xshamaydi. Boshqalar hamda askar bo'lib davlat uchun to'yib qo'shima, pul topma, askar bo'lgandan keyin pul berdi deb o'ylagan bo'lsin. Liu Bei qanday o'yladi degan vaqtda mening oil tavobatlarim, qarindoshlarimga xavf yetibdi deb o'yladi. Chunki xonadonligi buning oilasi, buning qarindoshlari bor deb edi. Buning qalbi nihoyatda ochiq bo'ladi, nihoyat bearam bo'ldi. Shuning bilan bilib bilmaylar bu yerda uhsinib soladi. Hey deb soldi. Shuning bilan buning keyin tarafidan bir odam nihoyat qattiq vaqiraydi. Hey deb bu nihoyat cho'chdi dedi. Shunday keyin qarasa Liu Bei bir nihoyat bestlik Çaş sakalları üzüp ketken yüzleri karamtularak bir adam bunu vaqırgan. Bir yaş bir nenzihan yani erkiş durup sen devlet üçün töyp koşmay tıkı bunu körüp hasret çekip atsan o degandeki şunu ona Liu Bei bunu başka gap qilmaydi. Mandalı qildi. Bu hem de hürmet bildirgenlikte salam qaldı. Şundan Zhang Fei bununla bundan qilib qaytırdı. Ulan bular ikkisi paranglashib qoldi. Yana shu davlatninki xavfi, shu ishlar to'g'riliq, seriq yaqiliqlar qo'shin to'g'riliq, lashkarlarning ishlar to'g'riliq paranglashib qoldi. Paranglashgan sir qizib ketdi bular. Nimishqa desa, do'stlar meylan bilimiz shu kishilar bo'lib, shu jamiyatning ishlari, davlatning ishlari, xalqaro ishlar degandek cho'ng ishlar paranglashib qolgan. Paranglashgan sir qizib ketdimizda. Bular ikkisi paranglashgan sir shunda qizib ketdi. Shuning bilan Zhang Fei bunda paranglashsaq o'ltirib yerib ketdi ekanmiz. Aylık bir aşxanaga kirib, meyishkash paranglashmandi degandan keyin Liu Bei'mi bu gap shunday yoqadi. Shunday ikkisi kirib, maydan bo'yitib ichishkash paranglashdi. Paranglash jarayonida Liu Bei degan o'qigan odam, kitob o'qigan odam bo'lgandan keyin buning so'zlari nihoyatda Zhang Fei'ni qoyil qilib, buning bo'lgan qoyillik bak oshidi. Buning o'tirib qo'ygan nazariyalari nihoyatda yaxshi. Dal shu vaqtda sirtdan bir odam keladi. Bu aşxananing oldiga bir odam kelib to'xtaydi, arabasini ishtirib, andan keyin dal mush aşxanaga kirib, Zhang Fei Guan Yu'larni o'tirgan cho'zning yendidan o'tdi-da. Bu odam nihoyat haybat. Qovul bir odam. Endi bu kim degan vaqtda dal Guan Aryi, Guan Yu kirib qoldi bu yerga. Shuning bilan bularning endi o'tib ketayotgan vaqtda Liu Bei shundan bir qarab, buningki nihoyat palvon odam ekanligini bayqab qoldi. Ko'zni ayt yomon bo'lib qo'ydik. Shuning bilan qo'piblan buning salom qilib, palvon bilib o'ttamamdi. Billa meychli, bil paranglashli degandan keyin Guan Yu'mi azod odam rad qilmaylam kelib o'tirdi. Undan bular paranglashib ketdi. Paranglashgan sir davlatning cho'ng ishlarini paranglashadimiş askar bo'lish to'g'riliq, davlat to'yib qo'yish to'g'riliq paranglashgan sir bularning qizib ajoyib bir xil planlarni tuzishib ketdi. Shuning bilan Zhang Fei keshib ketdi hozir. Bizning uyga bordi. Bizning uyga berib davomli plan tuziladi degandan keyin bular ma deb qo'shildi. Shuning bilan Zhang Fei'ning uyga berib davomli meychib bular. Planlarni tuzib, davlatga to'yib qo'yish to'g'riliq, cho'ng ishlarni qilish to'g'riliq, to'yib qo'yish to'g'riliq paranglashib ajoyib qizib ketdi. Shuning bilan bu yerga kelgan vaqtda bular bir qarorga keldi. Askarlikka berib biz davlat uchun to'yib qo'shaylik.
qanaqandaligi uchun deyishib bo'lgandan keyin andan bu yashadimi yana Liu Bei undaq bir ishni o'tirib qo'ydi. Endi nima deydigan vaqtda biz uchimizning bu yerda uchrashib qilishi nihoyatda bir ahamiyatli bir ish. Jangga qatnashishimiz tag'in bir cho'ng ahamiyatli ish. Shuni biz garchi qarindosh bo'lmasaqmi bir olki ini qarindosh bo'lib bosh qo'yish bo'laydi, qasamdish bo'laydi. Bunday qilsak, jangda o'zaro bir-birimizni qo'g'daymiz, bir-birimizga sodiq bo'lamiz. Keyingi ishlarimiz uchun texmi cho'ng yordam bor degandan keyin osh ikisimi bu gapni anglab nihoyat qo'shildi. Sal qarqursa qanday ular ikkisi. Liu Bei qaragan. Qo'shilib texim qo'shib ketdi va yaxshi xo deb shuning bilan bular hamda kuch ko'ydirib shaptolliqda qasamlashmoqchi bo'ladi. Shuning bilan bular o'zlarining yeyishini bu yerda oshkorlaydi. Liu Bei bu vaqtda 28 yosh, Guan Yu 27 yosh, Zhang Fei 21 yosh. Ham yoshni oshkorlab bo'lgandan keyin bu yerda biz ko'rgandek ham shu Akı Fukulaningki tizilish tartibi mana menda bilan namoyon bo'lib qoldi. Unda bo'lsa Liu Bei siz bizning akimiz bo'ling, cho'ng akimiz bo'ling. 28 yoshkansiz. Guan Yu ikkinchi akimiz bo'lsin. Men Zhang Fei ininglar bo'lay degandan keyin bular deb shaptolliqda ta'zim bajar keltirib qasamdashib akini bo'lishdi. Liu Bei akis bo'ladi, Guan Yu ikkinchi akis bo'ladi, Zhang Fei inis bo'ladi. Demak, bu shu Liu Guanzhang uchisininki uchrashish va akini bo'lish voqealigi dal shundoq. Agar sizin bu mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, astiga inkas rayoniga gul yoki alt raqamlarni avatib qo'ying. Texmi ko'p mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, filmning davomini, davomli shu yaxshi qismlarni, texmi fayzi, shu sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni qo'shib oling, sizga kundalik filmlarim avtomatik berib turdi. Endi biz keyingi qismida nima so'zlaymiz degan vaqtda shu Zhang Fei bilan Guan Yu'ningki kelib chiqish tarixini, ya'ni bular zot qanday kishilar, o'sha to'g'ri so'zlaymiz.